bo'lib ketadi Rasululloh oyog'ining ostida. Nima uchun? Bitta so'z uchun. Kim bugun bizni himoya qilsa jannatda men bilan birga qo'shni bo'ladi degan so'z uchun 7 sahoba ana shu joyda shahid bo'lib ketgan. Ikkita sahoba qoladi. Biri Talha bin Ubaydulloh, biri Sa'd ibn Abi Waqqas. Payg'ambarimiz ana shu muborak so'zlarni ana shu joyda aytgan. Otam, onam sizga fido bo'lsin ey Sa'd deb o'qni olib, oting ey Sa'd, otam, onam sizga fido bo'lsin dedi. Sa'd olib o'qni otardi. Talha bin Ubaydulloh Rasulullohni himoya qilardi. Himoya qilayotgan paytida barmoqlari uzilib ketadi. Talha bin Ubaydullohda 20 tadan oshiq jarohat yetadi badaniga. Sa'd ibn Abi Waqqasga ham yetadi. Ikkalasi ham holsiz, quvvatsiz yiqilgan paytida Rasululloh atrofida hech kim qolmaydi. Qolmagan paytida meshni qo'lidagini meshni tashlab turib, qo'liga qilichni olib, ayol boshi bilan Rasululloh yoniga yuguradi bitta ayol. Kim u ayol? U ayol Nusayba binti Ka'b onamiz. Rasululloh yoniga keladi, payg'ambarimizni endi ayol kishi himoya qiladi u joyda. Fa idal tafattu yaminan aw shimalan, o'ng tarafimga qarasam ham, chap tarafimga qarasam ham nima qilardim? La araha Nusayba ibn Ka'b. Nusayba binti Ka'bni ko'rardim mana shu joyda deydi. Meni Nusayba himoya qilgandek Uhud maydonida biror bir erkak himoya qila olmagan deb aytadi. Nusayba o'ng tarafimga, chap tarafimga o'tib meni himoya qilardi deydi. 12 ta joyidan jarohatlangan ekan Rasululloh himoya qilyapti. 12 ta joyida jarohatlangan ekan. Yerga 12-o'q yelkasiga teggandan keyin yerga yiqilganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam duo qilganlar. Nima deb duo qilganlar? Allohim Nusaybani ahli oilasini aziz qilgin degan. Shu paytda Nusayba onamiz yotgan holatda ya Rasululloh, jannatda sizga qo'shni bo'lishlikni so'rayman. Qo'shni bo'lishlik uchun duo qiling degan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohumma ij'alhum rufaqa'i fil janna. Allohim bu Nusaybani ahli oilasini jannatda menga qo'shni qilgin degan paytida Nusayba onamiz yarador holatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning atrofida hech kim qolmaganda Abdulloh ibn